bir qancha yildan buyon Adas İsrailiya jamoati Xitoy elchixonasi oldida namoyishlarni tashkillab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi shiorlarni to'g'lab keldi. Bu namoyishlarda muhim rol o'ynayotgan kishilarning biri mazkur tashkilotdagi Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi turish guruhining a'zosi Karen Guberman yaqinda radiomizning maxsus ziyoratini qabul qildi. Ziyaret jarayonida Karen Guberman xonim bu namoyishlarning ahamiyati, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyona qilmishlari, Yahudilar o'z tarixida boshdan kechirgan o'xshashliklar, shundaqla Uyg'ur jamoatini davlat ichi va sirtida qo'llash sohasida ko'rilayotgan keng tirishchanliklar haqidagi ko'z qarashlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Tövəndə öz muxbirimiz Şəkrizatның Karen Guberman xanım bilan ötküzgən məxsus söhbəti diqqətinizdə boladı. So a few questions about the protest. Karen, what inspired you to start organizing this monthly protest in support of the Karen xanım, sizni aylab Uyg'urlar uchun namoyish qilishga ilhomlantirayotgan omil nima? In, I guess, 2020, in December 2020, during COVID, one of the rabbis at the synagogue and the head of the Social Action Committee did an informational 2020 dekabrdagi COVID mezgillarida Yahudi ibodatxonalardagi rabbaylardan biri va ijtimoiy harakat komitetining mudiri Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida uchrashuvni o'tkazdi. Dr. Sophie Richardson va Louisa Grib xonimlar kelib bu vaqtda so'z qildi. Yig'inning oxirida buningdan boshqa ishlarni qilishga qiziqadiganlar bormi degan savol o'tirg'i chiqdi. To'pimizdagi soni ancha ko'p bo'lmagan bir qism kishilar bor deb javob berdi. Shuningdan keyin biz har xil ishlarni qildik. Biri shu yil o'tkazilgan Uyg'ur aqshimi faoliyatiga qatnashdik. Yahudilar xatirlaydigan Sedar aqshimi Yahudilarning Pasxa kashligi bo'lib, Pasxa bayramining bir muhim mazmuni hisoblandi. Bu kechilikdagi faoliyatlar odatda ilohiy tekstlardan bo'lgan Haggadani o'qish orqali Yahudilarning Misrdagi qulluqdan qochish tarixini eslash, simvolik yemakliklarni yeyish, sharab ichish va naqsh etishni o'z ichiga oladi. Bu kashf tamoqda oila a'zolari va do'stlar bir yerga jam bo'lib, Yahudilarning qulluqdan erkinlikka chiqqan safarini xotirlaydi. Buningdan sirt yana prezident Bayden yangi raislikka tayinlanganda biz uningga Amerika tavasidagi Yahudilar jamoatining yetakchilari imzolagan Uyg'urlar haqidagi bir parcha xatni topshirdik. Shuningdan keyin biz oylik namoyishlarni boshladik va Amerikada buningdan bir qancha yil ilgari ta'sis qilingan Uyg'ur sog'lomlik tashabbusining faoliyatlariga qatnashdik. We also got involved in the Uyghur Wellness Initiative. How has the Jewish community responded to your efforts? Yahudi jamoati sizning tirishchanligingizga qanday inkas bildirdi? Well, we've got leaders really from almost every state. We've got over 200. Biz hamma shtatlardan degidek Yahudilar jamoatining rabbaylarini izlab topdik. 200 dan ortiq diniy yetakchilar prezident Baydenga yozgan xatga imzo qo'ydi. Bu shularning qizg'in qo'llashlarini ko'rsatdi. What parallels do you see between the Uyghur situation and the Jewish history? Uyg'urlarning hozirgi ahvoli bilan Yahudilarning tarixini selishtirganda qanday o'xshashliklarni ko'rdingiz? Tonight starts commemoration of the destruction of the first and second temples. You know, Jewish history, exile, the sense of bugun kechidan boshlab Yahudilarning o'tmishdagi birinchi va ikkinchi ibodatxonalarining vayron qilinishini xotirlash faoliyatlari boshlandi. Yahudilarning tarixiga qarasak, sarsonlik va sargardonlik Yahudilar tarixining bir qismi bo'lib, bu bizga hozirgacha ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Boshqa bir millatning hech qanday sababsizla yo'qotilishga duchor bo'lishini ko'rish biz uchun chidag'isiz bir ish. Chunki bu azob bizga bakmi tonishliq. Shunga sizlarning da'voyinglar bizningmi o'rtaq ko'rishimiz. Agar sizlar uchun yeninglarda bo'lamasak, biz qandaqmi bir inson bo'lamiz. So your fight is all of our fight. Yeah, you know, if we're not with you, who are we? What message are you hoping to send to the Chinese government with this protest? Bu namoyish orqali Xitoy hukumatiga qanday bir uchurni yetkazmoqchi bo'lyapsiz? Well, you should know that at the protest, we don't just stand there. We stand there, yes, and we have our signs, and we now have. Shuni aytib o'tishim lozimki, namoyish jarayonida biz faqat o'rtirib qo'yibla bo'ldi qilmaymiz. Albatta biz u yerda o'rtiramiz. Hozir bizning lavhalarimiz va namoyish kiyimlarimiz bor bo'ldi. Har qitimliq namoyishdan keyin biz irqiy qirg'inchilikqa oid ishlar yoki Uyg'ur majburiy emgaki haqidagi yangi xabarlarni anglatamiz. Undan turmaga tashlangan yoki bu voqealarning natijasi tufaylidan o'lib ketgan bir necha
Uyg'urning ismini hamda ularning shonliq o'tmishini tilga olamiz. Biz xalq eg'iz adabiyoti va she'riyatning Uyg'ur madaniyatida qanchalik muhim ekanligini bilamiz. Шуңа намайыш jarayonida biz she'rlarni o'qiymiz. Namoyish oxirlashgandan keyin biz qolgan ishlarimizni yozib chiqamiz va guruhimizga biraylan yozganlarimizni xitoychaga tarjima qiladi. Biz buni ismlar va she'r bilan birga Xitoy bosh elchisiga avatamiz. Har oyda shunday qilib kevatamiz. How do you maintain this momentum and engagement for this monthly protest? Qanday qilganda bu xildagi oylik namoyishga bo'lgan qizg'inlik va izchillikni saqlab qolg'ili bo'ladi? Its service gone beyond us. We've been told that Uyghurs know about this and how important, how meaningful it is. So, bu namoyishning ahamiyati biz o'ylagandan olqib ketdi. Biz Uyg'urlarning bu namoyishlarimizdan xabari borligini, shuningdek buning ular uchun qanchalik muhim va ahamiyatli bo'layotganligini bilamiz. Shunga biz Uyg'ur jamoati uchun buni davomlashtirishni tegishli burchimiz deb bilamiz. So, we owe to the Uyghur community to keep doing it. What can others do to support your cause and stand with the Uyghur community? Boshqalar sizlarning da'voyinglarni qo'llash va Uyg'ur jamoati bilan bir saf tutirish uchun nimalarni qila oladi? Come, join us. The next one is next Thursday, August 22nd. We meet at 6 o'clock. Namoyishimizga qatnashinglar. Keyingi namoyish mushu payshanba kuni, ya'ni 22 avgust kuni bo'ladi. Biz kech soat 6 da Venice ko'chasidagi Xitoy elchixonasi oldida uchrashamiz. Shunga sizlarmi kelib qatnashinglar. Thank you so much for accepting this interview. Ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat. Thank you for interviewing us. Ziyoratingiz uchun rahmat.